Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun biz siz bilan juda muhim va dolzarb mavzu haqida batafsil gaplashamiz. Bu ma'lumot ishonchim komilki, har bir fuqaro uchun, ayniqsa pensiya yoshiga yaqinlashayotganlar yoki hozirda pensiya oluvchilar uchun hayotiy ahamiyatga ega. Bugun men sizga tasdiqlandi. Endi fuqarolar bir o'rniga 3 ta pensiya oladi. Kim qancha oladi? Degan sensatsion yangilikning butun mohiyatini ochib beraman. Bu haqiqatan ham inqilobiy o'zgarish bo'lib, ko'pchilikning kelajakdagi moddiy farovonligiga bevosita ta'sir qiladi. Shuning uchun iltimos diqqat bilan tinglang. Chunki bugungi suhbatimiz sizning kelajagingizni belgilab berishi mumkin. Videoni oxirigacha ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki har bir qismi muhim tafsilotlarni o'z ichiga oladi va albatta hozirroq kanalimizga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Bu bizni siz uchun yanada foydali kontent yaratishga undaydi. Muammoning mohiyati. Avvallari qanday edi va hozir nima o'zgardi? Hozirgi kungacha O'zbekiston pensiya tizimi nisbatan oddiyroq mexanizmga ega edi. Garchi uning o'ziga xos murakkabliklari bo'lsa-da, an'anaviy tizimda ko'p hollarda fuqarolar asosan bitta turdagi davlat pensiyasini olishga da'vogar edilar. Bu yoshi bo'yicha pensiya, nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lishi mumkin edi. Qonunchilikka ko'ra, bir vaqtning o'zida bir nechta davlat pensiyasi turini olishga odatda ruxsat berilmas edi. Masalan, agar fuqaro nogironlik pensiyasi olib turgan bo'lsa va keyinchalik pensiya yoshiga yetsa, u ikkita pensiyadan bittasini tanlashi kerak edi. Bu tanlov odatda miqdori kattaroq bo'lgan pensiya foydasiga hal bo'lardi. Ya'ni siz pensiya tizimi bo'yicha faqatgina bitta asosiy to'lovga ishonishingiz mumkin edi. Garchi u turli omillar ish staji, ish haqi miqdor asosida hisoblansa-da. Biroq so'nggi yillarda pensiya islohotlari doirasida juda muhim o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu o'zgarishlarning asosiy maqsadi fuqarolarning pensiya ta'minotini mustahkamlash, ularning keksalikdagi farovonligini oshirish va pensiya tizimini zamonaviy iqtisodiy talablarga moslashtirishdan iborat. Yangi yondashuvga ko'ra, fuqarolar endilikda nafaqat asosiy davlat pensiyasini, balki qo'shimcha pensiya to'lovlarini ham olish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Bu bir o'rniga 3 ta pensiya tushunchasining asosi bo'lib xizmat qiladi. Endi pensiya ta'minoti 3 ta asosiy ustunga tayanadigan kompleks tizimga aylanmoqda. Bu har bir fuqaroga yanada ishonchli va barqaror kelajakni ta'minlashga qaratilgan amaliy qadamdir. Oldingi tizimda pensiya ta'minoti asosan ijtimoiy kafolat prinsipi asosida ishlar edi. Ya'ni siz ish stajiga va o'rtacha ish haqiga qarab pensiya olasiz. Hozir esa bu modelga jamg'arma elementlari va ixtiyoriy pensiya dasturlari faol integratsiya qilinmoqda. Bu esa pensiya miqdorini sezilarli darajada oshirishga imkon beradi. Eng muhimi, bu endi qog'ozda qolmaydigan, balki real hayotda joriy etilayotgan o'zgarishlardir. Birinchi asosiy qism: nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kimga bu daxldor emas keling. Endi bu 3 ta pensiya turi nima ekanligini va ular kimlarga berilishini batafsil ko'rib chiqaylik. Bu borada aniq tasavvurga ega bo'lishimiz juda muhim. Birinchi pensiya turi asosiy davlat pensiyasi yoshi bo'yicha. Nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi. Bu pensiya turi bizga eng tanish bo'lgan an'anaviy pensiya hisoblanadi. U O'zbekiston Respublikasining fuqarolarning davlat pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuni asosida belgilanadi. Bu pensiya asosan 3 ta asosiy holatda tayinlanadi. Yoshi bo'yicha pensiya. Pensiya yoshiga yetgan va yetarli ish stajiga ega bo'lgan fuqarolarga beriladi. Erkaklar uchun 6 yosh va kamida 25 yil ish staji, ayollar uchun esa 25 yosh va kamida 20 yil ish staji talab etiladi. Bu talablar ba'zi kasb egalari yoki maxsus sharoitlarda ishlaganlar uchun farq qilishi mumkin. Masalan, to'qon sanoatida, kimyoviy xavfli joylarda ishlaganlar, shuningdek ayrim ayollar, masalan, 5 yoki undan ortiq farzandni voyaga yetkazganlar uchun pensiya yoshi kamaytirilishi mumkin. Pensiya miqdori fuqaroning ish staji davomidagi o'rtacha ish haqiga va ushbu stajning davomiyligiga bevosita bog'liqdir. Har bir yil uchun ma'lum foiz qo'shiladi va maksimal staj uchun pensiya miqdori ham maksimal darajada bo'ladi. Nogironlik pensiyasi mehnatga layoqatni ma'lum darajada yo'qotgan fuqarolarga tayinlanadi. Bu pensiya guruhiga qarab I3 guruh va nogironlik sababiga qarab mehnatda mayblanish, kasb kasalligi yoki umumiy kasallik miqdorlari farq qiladi. Nogironlik pensiyasi olish uchun ham ma'lum bir ish staji talab etiladi. Uning davomiyligi fuqaroning yoshiga bog'liq. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi
vafot etgan o'quvchining qaramog'ida bo'lgan oila a'zolariga, asosan voyaga yetmagan bolalarga yoki o'qiyotgan talabalarga 23 yoshgacha. Shuningdek, vafot etganlarning qaramog'ida bo'lgan mehnatga layoqatsiz ota-onalar yoki turmush o'rtoqlariga beriladi. Bu pensiya vafot etgan o'quvchining ish staji va ish haqiga asoslanib hisoblanadi. Bu uchta holatda ham odatda faqat bitta turdagi pensiya tayinlanadi. Endi esa eng muhim yangiliklar haqida. Ikkinchi pensiya turi. Jamg'arib boriladigan pensiya. Pensiya jamg'armasidan to'lanadigan. Bu pensiya turi O'zbekiston Respublikasining fuqarolarining jamg'arib boriladigan pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonuniga muvofiq. Ish haqi to'lovidan ma'lum foizda majburiy ajratmalar asosida shakllanadigan shaxsiy jamg'arma hisoblanadi. Ko'pchiligingiz bu tizim bilan allaqachon tanishsiz. Mamlakatimizda barcha rasmiy ishlaydigan fuqarolarning ish haqidan ma'lum miqdor, odatda yo'l to'mir hududi yoki oldinlari ko'proq bo'lgan davlat pensiya jamg'armasining jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'iga o'tkaziladi. Bu pullar sizning shaxsiy hisobingizda to'planadi va unga har yil inflyatsiya darajasini qoplash va ma'lum darajada daromad keltirish maqsadida foizlar hisoblanadi. Pensiya yoshiga yetganingizda siz asosiy davlat pensiyasi bilan birga mana shu jamg'arib boriladigan pensiyani ham olish huquqiga ega bo'lasiz. Bu mablag'lar bir yo'la yoki ma'lum bir muddat davomida bo'lib to'lanishi mumkin. Bu sizning tanlovingizga va jamg'arilgan summaning hajmiga bog'liq bo'ladi. Agar sizda katta miqdorda jamg'arma to'plangan bo'lsa, uni yillik yoki oylik to'lovlar shaklida olishingiz mumkin. Agar mablag' nisbatan kam bo'lsa, uni bir martalik to'lov sifatida olish ham mumkin. Kimlar uchun bu muhim? Rasmiy ish joyida ishlaydigan va ish haqi oladigan barcha fuqarolar uchun. Ish beruvchilar majburiy tarzda ushbu ajratmalarni amalga oshirishlari shart. Demak, siz qancha uzoq ishlasangiz, qancha ko'p ish haq olsangiz, bu jamg'arma hisob varag'ingizda shuncha ko'p mablag' to'planadi va natijada sizning ikkinchi pensiyangiz ham shunchalik katta bo'ladi. Bu sizning shaxsiy pensiya kapitalingiz bo'lib, u davlat pensiyasidan butunlay alohida turadi va unga qo'shimcha tarzda to'lanadi. Misol keling, bir misol keltiraylik. Muhandis Akmal aka 6 yoshga to'ldi va 3 yillik ish stajiga ega. Uning o'rtacha ish haqi yetarlicha yuqori bo'lgani bois, u 2500 ming so'm miqdorida asosiy yoshi bo'yicha davlat pensiyasini oladi. Bundan tashqari, Akmal akaning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ida 20 ming so'm mablag' to'plangan edi. Endilikda Akmal aka nafaqat o'zining asosiy 2500 ming so'mlik pensiyasini, balki jamg'arilgan 20 ming so'm mablag'ini ham oladi. Agar u bu mablag'ni 5 yil davomida har oy bo'lib olishni istasa, oylik pensiyasiga qo'shimcha 333 so'm 20 mingga 6 oy qo'shiladi. Ya'ni uning umumiy oylik daromadi 2333 so'mga yetadi. 3-chi pensiya turi. Qo'shimcha ixtiyoriy pensiyalar va ijtimoiy to'lovlar 3-turdagi pensiya bir necha shaklda namoyon bo'lishi mumkin va bu eng innovatsion va shaxsiy tashabbuskorlikka asoslangan qismdir. Bu asosan fuqarolarning o'z istaklari yoki ayrim maxsus toifadagi shaxslarga ko'zda tutilgan qo'shimcha imtiyozlar natijasida paydo bo'ladi. Ixtiyoriy pensiya ta'minoti bu endi jadal rivojlanayotgan tizim. Fuqarolar o'z ixtiyorlari bilan nodavlat pensiya fondlariga yoki tijorat banklarining shaxsiy pensiya hisob varaqlariga mablag' jamg'arib borishlari mumkin. Bu jamg'armalarga banklar va fondlar tomonidan qo'shimcha daromad hisoblanadi. Pensiya yoshiga yetganda fuqaro ushbu jamg'armasini ham olish huquqiga ega bo'ladi. Davlat bu kabi ixtiyoriy jamg'armalarni soliq imtiyozlari orqali rag'batlantirmoqda. Masalan, ushbu fondlarga kiritilgan mablag'lar uchun daromad solig'idan ozod qilish kabi. Bu xuddi 3-ustun, ya'ni shaxsiy investitsiya sifatida qaralishi mumkin. Maxsus xizmatlar uchun pensiyalar, ba'zi toifadagi fuqarolar, masalan, ilmiy darajali olimlar, harbiy xizmatchilar, sport ustalari yoki san'atkorlar kabi maxsus xizmatlari yoki yutuqlar uchun davlat tomonidan qo'shimcha ustamalar yoki alohida pensiya to'lovlarini olishlari mumkin. Bu to'lovlar asosan ularning asosiy davlat pensiyasiga qo'shimcha sifatida beriladi va ularning jamiyat oldidagi xizmatlarini e'tirof etadi. O'zbekiston qahramoni unvoniga sazovor bo'lganlar yoki fan doktorlari uchun maxsus ustamalar mavjud. Korporativ pensiya dasturlari. Yirik korxonalar va tashkilotlar o'z xodimlari uchun qo'shimcha pensiya dasturlarini joriy etishlari mumkin. Bu dasturlar orqali xodimlarning ish haqidan ma'lum miqdor ajratilib, ularning shaxsiy pensiya hisoblariga o'tkaziladi. Bu ham ixtiyoriy jamg'arma bo'lib,
xodim pensiya yoshiga yetganda ushbu mablag'larni oladi. Bu xodimlarni rag'batlantirish va ularni korxonada uzoq muddat ushlab turish uchun samarali vosita hisoblanadi. Misol, oliy o'quv yurtida professor bo'lib ishlagan Oydin opa 55 yoshda nafaqaga chiqadi. U 35 yil pedagogik stajga ega va asosiy pensiyasi 30 ming so'm. Uning jamg'arib bo'riladigan pensiya hisob varag'ida 25 ming so'm jamg'arilgan edi. Uni u yil davomida oyiga 2,33 so'mdan olib turadi. Bundan tashqari, Oydin opa o'z vaqtida shaxsiy jamg'arma bank hisob varag'ida ham 20 ming so'm pensiya kapitali to'plagan edi. Chunki u har oy ma'lum miqdorda pul o'tkazib borgan va bank unga foyda hisoblagan. Endilikda Oydin opa har oy 3 ming so'm asosiy pensiya, 2333 so'm jamg'arma pensiyasi va 2 ming so'm kapitalini, masalan, yillik 5 ming so'mdan oyiga taxminan 16,686 so'mdan 10 yil davomida olishga qaror qildi. Shunda uning umumiy oylik pensiya daromadi 3,263 3,624,939 so'mga yetadi. Kim xavotir olish kerak va kimga bu daldor emas? Xavotir olish kerak. Agar siz norasmiy tarzda ishlagan bo'lsangiz, ish haqingiz to'liq ko'rsatilmagan bo'lsa yoki umuman ish stajingiz yetarli bo'lmasa, siz ushbu imkoniyatlardan to'liq foydalana olmaysiz. Ayniqsa jamg'arib boriladigan pensiya tizimida sizning shaxsiy hisobingiz bo'sh qoladi. Shuningdek, ixtiyoriy jamg'armalar haqida o'ylamagan bo'lsangiz, sizning 3-chi pensiyangiz ham bo'lmaydi. Bu sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Kimga daxldor emas. Agar siz allaqachon yaxshi pensiya oluvchi bo'lsangiz va qo'shimcha jamg'armalar yaratish imkoniyatingiz bo'lmagan bo'lsa, bu yangi tizim sizning asosiy pensiyangiz miqdorini o'zgartirmaydi. Biroq jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizda mablag' bo'lsa, siz uni olish huquqiga egasiz. Bu tizim asosan kelajakda pensiya oluvchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, ularga bir necha manbadan daromad olish imkoniyatini yaratadi. Lekin agar siz hech qachon rasmiy ish stajiga ega bo'lmagan bo'lsangiz va shaxsiy jamg'armalar ham to'plamagan bo'lsangiz, bu siz uchun o'zgarishsiz qolishi mumkin. Ammo shuni unutmaslik kerakki, davlat doimiy ravishda pensiya tizimini takomillashtirib bormoqda va hatto hech qanday stajga ega bo'lmagan fuqarolar uchun ham ijtimoiy nafaqalar orqali minimal ta'minot kafolatlanadi. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar har qanday tizimda bo'lgani kabi pensiya ta'minotining bu yangi mexanizmida ham o'zga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan tuzoqlar va ko'pchilik uchun noaniq bo'lishi mumkin bo'lgan nuanslar mavjud. Ularni bilish sizning huquqlaringizni to'liq ro'yobga chiqarishga yordam beradi. 1. Istisnolar va maxsus holatlar. Stajning yetishmasligi. Agar sizda asosiy pensiya olish uchun yetarli ish staji bo'lmasa, sizga asosiy davlat pensiyasi o'rniga yoshga doir ijtimoiy nafaqa tayinlanishi mumkin. Bu pensiyadan ancha pastroq miqdorda bo'ladi. Ammo shunday holatlarda ham agar sizning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizda mablag' yig'ilgan bo'lsa, uni olish huquqiga egasiz. Bu sizga ma'lum darajada qo'shimcha moddiy yordam bo'lishi mumkin. Ishlaydigan pensionerlar, pensiya yoshiga yetgan bo'lsangiz-da, ish faoliyatingizni davom ettirsangiz, siz asosiy davlat pensiyangizni to'liq olasiz. Ilgari ishlaydigan pensionerlarning pensiya miqdori ba'zi hollarda cheklanishi mumkin edi. Ammo bu amaliyot bekor qilingan. Shuningdek, ish stajingiz davom etayotgani sababli har yili pensiyangiz qayta hisoblanishi va oshirilishi mumkin. Sizning jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizga ham to'lovlar tushishda davom etadi. Bu esa kelajakda qo'shimcha mablag'ni anglatadi. Meros qoldirish huquqi. Jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingizdagi mablag'lar, agar siz ularni olmasdan vafot etsangiz, merosxo'rlaringizga o'tadi. Bu juda muhim nuans, chunki asosiy davlat pensiyasi meros qoldirilmaydi. Bu jamg'arma pensiyasini fuqaroning shaxsiy mulki ekanligini anglatadi va uning moddiy himoyasini yanada kengaytiradi. 2. Tuzoqlar va xatarlar. Norasmiy bandlik. Eng katta tuzoq norasmiy bandlikdir. Agar siz rasmiy mehnat shartnomasi asosida ishlamasangiz, sizning ish stajingiz hisoblanmaydi. Ish haqingizdan pensiya jamg'armasiga ajratmalar amalga oshirilmaydi. Natijada siz asosiy davlat pensiyasini olish huquqiga ega bo'lmasligingiz yoki juda kichik miqdorda olishingiz mumkin. Shuningdek, jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingiz bo'sh bo'ladi. Norasmiy ishlar faqat bugungi
kun uchun foydali bo'lib ko'rinishi mumkin. Ammo kelajakdagi pensiya ta'minotingizni xavf ostiga qo'yadi. Pensiya jamg'armasi hisob varaqlarining harakatsizligi. Ba'zi fuqarolar o'zlarining jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlaridagi mablag'larning holati haqida bilishmaydi yoki ularni nazorat qilishmaydi. Bu pul to'planib tursa ham uning miqdori haqida ma'lumotga ega bo'lmaslik sizni foydali qarorlar qabul qilish imkoniyatidan mahrum qiladi. Pensiya mablag'lari muntazam ravishda indeksatsiya qilinishi yoki ustiga foyda hisoblanishi mumkin. Ammo bu jarayonlarni kuzatib borish kerak. Ixtiyoriy pensiya fondlarini tanlash. Agar siz 3-turdagi ixtiyoriy pensiya jamg'armalaridan foydalanishga qaror qilsangiz, fondlarni juda ehtiyotkorlik bilan tanlashingiz kerak. Barcha fondlar bir xil darajada ishonchli emas. Ularning litsenziyalari, faoliyati, daromadlilik tarixi va shartnomalardagi shartlarni diqqat bilan o'rganish talab etiladi. Noto'g'ri tanlov mablag'laringizni yo'qotish yoki kutilgan daromadni olmaslikka olib kelishi mumkin. O'tib, noaniq nüanslar, pensiyani qayta hisoblash har yili inflyatsiya darajasidan kelib chiqib, shuningdek, ish haqining o'sishini hisobga olgan holda davlat pensiyalari qayta hisoblanadi va oshiriladi. Ammo jamg'arib boriladigan pensiya hisob varaqlaridagi mablag'larga hisoblanadigan foizlar yoki daromadlar har doim ham inflyatsiyani to'liq qoplamasligi mumkin. Shuning uchun bu pulni imkon qadar tezroq naqdlashtirish yoki to'lash rejasini tuzish maqsadga muvofiq bo'lishi mumkin. Qo'shimcha pensiya to'lovlarining soliqqa tortilishi ixtiyoriy pensiya fondlaridan yoki shaxsiy jamg'armalardan olingan daromadlar qisman yoki to'liq soliqqa tortilishi mumkin. Bu boradagi soliq qonunchiligini o'rganish muhim. Ba'zi hollarda agar mablag'lar ma'lum muddatdan keyin olinayotgan bo'lsa, soliq imtiyozlari berilishi mumkin. Ammo bu har bir holatda individual ravishda tekshirilishi kerak. Ma'lumotga ega bo'lish masalasi. Ko'pchilik fuqarolar o'zlarining pensiya huquqlari va jamg'armalari haqida yetarli ma'lumotga ega emaslar. Bu esa ularga mavjud imkoniyatlardan to'liq foydalanishga to'sqinlik qiladi. Ma'lumot olish uchun doimiy ravishda davlat pensiya jamg'armasiga yoki tegishli tashkilotlarga murojaat qilish muhim. Amaliy maslahatlar, tomoshabin nima qilish kerakligi bo'yicha aniq ko'rsatmalar yuqoridagi ma'lumotlar asosida. Endi siz nima qilishingiz kerakligi bo'yicha aniq amaliy qadamlarni sanab o'taman. Bu ko'rsatmalar sizning kelajakdagi pensiya ta'minotingizni maksimal darajada oshirishga yordam beradi. Ish staji va ish haqi ma'lumotlaringizni tekshiring. Qayerga murojaat qilish kerak? Davlat xizmatlari markazlariga yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limlariga murojaat qiling. Hozirda davlat xizmatlari portali myTOGOV.uz orqali ham bu ma'lumotlarni onlayn tarzda olish imkoniyati mavjud. Nimalarni aniqlash kerak? O'zingizning rasmiy ish stajingizni to'liq davomiyligini, ish joyingiz tomonidan qilingan ajratmalar to'g'riligini tekshiring. Ba'zan ish beruvchilar noto'g'ri ma'lumot kiritishlari yoki ajratmalarni o'z vaqtida o'tkazmasliklari mumkin. Agar kamchiliklar aniqlansa, ish beruvchingiz bilan bog'laning yoki pensiya jamg'armasiga shikoyat qiling. 2. Jamg'arib boriladigan pensiya hisob varag'ingiz holatini nazorat qiling. Qayerga murojaat qilish kerak? Xalq bankining istalgan filialiga shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat, pasport bilan murojaat qilishingiz mumkin. Shuningdek, Xalq bankining mobil ilovasi orqali yoki uning rasmiy veb-sayti orqali ham hisobingizdagi mablag'lar haqida ma'lumot olish imkoniyati mavjud. Nimalarni aniqlash kerak? Hisobingizdagi mablag' miqdorini, har yili hisoblangan foizlarni va hisobingizga kelib tushgan to'lovlar tarixini bilib oling. Bu mablag'lar pensiya yoshiga yetganingizda sizga qo'shimcha pul olib keladi. 3. Ixtiyoriy pensiya jamg'armalari haqida ma'lumot oling. Qayerga murojaat qilish kerak? Ixtiyoriy pensiya jamg'armalari bilan shug'ullanadigan litsenziyaga ega nodavlat pensiya fondlari va tijorat banklariga murojaat qiling. Ularning ro'yxatini Moliya vazirligining yoki Markaziy bankning veb-saytlaridan topishingiz mumkin. Nimalarni aniqlash kerak? Ularning takliflarini, to'lov shartlarini, daromadlilik darajasini. Shartnomadagi barcha punktlarni diqqat bilan o'rganing. Imkoniyatlaringizdan kelib chiqib, shaxsiy pensiya jamg'armasini shakllantirish imkoniyatlarini ko'rib chiqing. Hatto kichik miqdorlardan boshlab ham kelajakda katta foyda olish mumkin. 4. Maxsus pensiya imtiyozlari haqida bilib oling. Qayerga murojaat qilish kerak? Agar siz ilmiy darajaga, faxriy unvonlarga ega bo'lsangiz, harbiy xizmatchi bo'lsangiz yoki boshqa maxsus toifalarga kiruvchi bo'lsangiz, tegishli vazirliklar
idoralar yoki pensiya jamg'armasiga murojaat qiling. Nimalarni aniqlash kerak? Sizga qo'shimcha ustamalar yoki alohida pensiya turlari belgilanmaganligini aniqlang. Bu ko'pincha avtomatik ravishda tayinlanmaydi. Shuning uchun o'zingiz tashabbus ko'rsatishingiz kerak bo'lishi mumkin. 5. Yoshlarga maslahat. Hozirdan o'ylang. Agar siz yosh bo'lsangiz, kelajakdagi pensiyangiz haqida hozirdan o'ylashni boshlang. Rasmiy ish joyiga ega bo'ling. Ish haqingiz to'liq ko'rsatilishiga ishonch hosil qiling va ixtiyoriy pensiya jamg'armalarini shakllantirishni jiddiy ko'rib chiqing. Har oy kichik miqdorda bo'lsa ham pul ajratib borish uzoq muddatda sizga katta foyda keltiradi. Kompond foizning kuchi, murakkab foiz uzoq muddatli jamg'armalarda o'zini juda yaxshi ko'rsatadi. 6 savollaringiz bo'lsa murojaat qiling. Pensiya jamg'armasining ishonch telefonlari mavjud. Ularga qo'ng'iroq qilib, o'zingizni qiziqtirgan har qanday savolga javob olishingiz mumkin. Shuningdek, yuridik maslahatchilar bilan bog'lanishdan tortinmang. Ular sizga huquqiy jihatdan to'g'ri yo'l ko'rsatishadi. Xulosa va yakuniy chorlov mana. Hurmatli do'stlar, biz bugun siz bilan pensiya tizimidagi yangi 3 ta pensiya konsepsiyasini batafsil ko'rib chiqdik. Umid qilamanki, endi sizga bu mavzu ancha tushunarli bo'ldi. Unutmangki, bu o'zgarishlar fuqarolarning kelajakdagi moddiy ta'minotini mustahkamlashga qaratilgan va ulardan to'liq foydalanish har birimizning o'z qo'limizda. Asosiy davlat pensiyasi, jamg'arib boriladigan pensiya va ixtiyoriy qo'shimcha pensiyalar, bularning barchasi sizning keksalikdagi farovonligingizni ta'minlashga xizmat qiladi. O'z huquqlaringizni biling. Doimiy ravishda ma'lumotlarni tekshirib turing va kelajagingiz uchun hozirdan qayg'uring. Bu bizning eng muhim vazifalarimizdan biridir. Sizningcha bu yangiliklar haqida nima deb o'ylaysiz? Bu o'zgarishlar sizga qanday ta'sir qiladi? Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Men har bir izohni o'qib chiqishga harakat qilaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha o'zingizni asrang va doimo ma'lumotga ega bo'ling.